Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Do'lan qishlog'iga qurilgan ishimiz. MDFlarimiz Arxiv Svetda 08 likda bo'lgan, xudo xolasa bu yerga o'sha ikkita eshik, ikkita rom, bitta 2 metrli eshik olib kelib berganmiz. Eshiklarimiz bo'lar 2.20 ga 1.10 bo'lgan, romlarimiz 1.30 ga 1.70 dan. Ruchkalarini sariq shundan qo'yib berganmiz. High-tech fasonda bo'ldi, xohlasa oynalari gulli bo'ldi. MDFlarimiz 18 ga bo'lgan. To'g'ridagi eshigimiz 1.70 ga 2 ga bo'lgan, high-tech fasonda. Hammasini ruchkalari sariq, rezinkalar qo'yilgan, xudo xolasa yopilishlari yumshoq, cho'tki. Ichkari taraflariga uchtadan petla qo'yib berganmiz. Romlardan ichkaridan bir ko'rib qo'yamiz. Tashqarisi ham ichkarida ham xudo xolasa birdek chiroyli chiqqan. Ichi qorong'ulik uchun uzr. Romlarimiz ardongidek plastmassani ruchkasini qo'yib berganmiz uni. Ichkari ozgina qorong'iroq ekan. Bu ishlarimizni 18 lik MDF qilib berganmiz. Reykalar o'ta qalin to'qilgan, baquvvat chiqqan, xudo xolasa xizmat qiladigan ishlar. Kvadrat metrlarini 9000 dan qilib berib, olib kelib o'rnatib berganmiz. Ustanovka hamma yo'q, o'lchash, razmer olish, hamma yo'q. Ichida xudo xolasa oynalari bilan chiroyli qilib qo'yib berganmiz. 08 lik MDF ga bo'lgan, unaqa arzon MDF emas. Reykalari ham o'ta qalin to'qilgan, xudo xolasa xizmat qiladi. Xudo xolasa bitta oilani qaritadi. Yaxshi xizmat qilib beradi. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 lik 909 95 91. MDF, akfa xizmatlari hammasi mavjud. Yog'och. Bundan tashqari MDFlarni olib kelganmiz, akfalarni olib kelib berganmiz. Akfaga ham, yog'ochga ham, MDFga ham murojaat qila olasizlar. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar.